do'konning ichidan o'tib keldim, chunki asosiy girish eshigini borincha ham yana ko'proq ezilib qolishim mumkin edi yo'lda. Men o'zim zarar yo'q. Kamera ezilib qolib buzilsa keyin yoqmaydi. Chunki o'sha planshetni kuydirdik ekranni. Kameradan ham yumush niyatim yo'q. Mana shu 3-etajda ishlayapman men. Hozir borib ko'rsataman. Avvaliga yon tarafdagi eskalator chiqish, yoniga tushishadi. Endi undan almashtirib qo'yaman. Başlarını ikimden olmaz. Kökten beri işledim. Ben yerden çıkargan bolsa gerek taraf koydudan otura verdik o telefonunu köylep. Ahıralla en yaxşı görüden işi telefon köyleş. M-video. Bir yerde evvel ne bu arada yadımda yok mu? Hazır M-video açılgan. M-video degeni texnika dükanları tarmog'i. Bu nela Burger King. O'sha Burger King'da ishlaganman. Ancha yillar oldin. To'g'rimizda Vkусная точка, avval McDonald's edi, hozir Vkусная точка bo'lgan. 3-etaj Popcorn. Bu yerda Tokyo City. Bizani Akbar ham, Hasanboy ham sho'da ishlar edilar. Hasanboy chala ishlagani uchun otasini quvdilar. Akbar sous-chef bo'ldi. Starshий повар yoki sous-chef ana yadimda yo'q bo'lgani. Dan keyin toza chef powerga kelib, hamma qarindoshlarini o'zini yanına chaqirib boshlagandan keyin Akbar aytdi, "Men ketaman. Sog' bo'linglar" dedi. Bu yerda kitob do'koni bor. Bukvoyet. Ganda Planeta Игр. O'yinni gulgi uchun zo'r joy. Bolalar bilan kelib o'ynashlari mumkin. Men o'tirgan ota-bolalar. Bu yerda 3-etajda 10 yaqin, agar ko'proq ham bo'lmasa, restoranlar bor, texnika do'koni bor, M-video, kinoteatr bor, Karo, Evraziya bor, Evraziya restoran so'qoladi. Balla o'yinidan joy bor ko'rsatdim. Keyin barbershop bor, oldimizda yana Fun City bor. Epitsentr bor va bolalarni shaxmat o'rgatadigan joy bor. Shashka shaxmat o'rgatadigan. Shaharning yoshlari, qaralari, oilalar, bo'ydoqlar, xullas hamma kelib tarbiya sentrlarida, savdo markazlarida vaqt o'tkazadilar, aylanadilar, ovqatlanadilar, savdo qiladilar, narsa oladilar. Kiyim-kechak, sumkalar, ko'yishlar. Va sumkalar va ko'yishlar. Bizdan Urgashda bir dona Tomaris bor. Va Urganch ochilaturadi. Ochilgan ochilmagani bilinmaydi. Ertangi uchadaman bo'lsam, yana bir 2 kunlardan keyin borib ko'rsam bo'lar, ochilgan ochilmaganini. Balki Tomarisdan borib ko'rsataman, u ichida ko'rsatadigan narsa ham o'zi yo'q. Bu yerda ku hamma narsani ko'rsatish mumkin. Bunday onlayn.
taqinchoqlar har xil yengil do'konlari. Bizda oyoq kiyimlari, sumkalar, koshulyoklar, shunga o'xshagan narsalar sotiladi. Bunda arqamda esa crop. Avval crop deb yozib qo'yadi, hozir qo'shsa CR. Angliyskiy CR. Bu yerda Austin bor, Austin Kids bor. Bu firmalarni bilmasangiz kerak. Agar yana bani Rossiyaga, Pitera, Moskvaga chiqib kelmagan bo'lsangizlar. Birinchi etajda Sinsay, ikkinchi etajda Crop va Zendan bor. Sizlar bilishlaringiz mumkin bo'lgan brendlardan. Boshqasi yo'q. Ha, bu yerda Korean bo'lishi kerak. Altimizda men krossovkalarni Koreyadan oldim. 2000 prosmotr bo'lgan video. Men shokka tushdim, 2000 prosmotr ekanini ko'rib. Chunki menda odatda videolarim 100, 180 maksimum odam yenglaradi. Birdan 2000 men shokdaman. Lekin hozir buni rekordini urgan boshqa video bor. Pushkinni duel joyi chiqqanda video, Pushkin bo'lgan joy. Video уже 5700 prosmotr yig'gan. Yaqinda 6000 ga yetib boradi, xudo xohlasa. Hammasini ko'rsatib. Ha, Koreyan oldimizda. Betskiy mer balki ikkinchi etajga ko'chgan, avval uchinchi etajda edi. Ha, o'sha Betskiy merni o'rnina keyin video keldi, o'xshaganlik elimda yo'q. Koreya do'konlari o'zi hamma savdo markazlarida bor. O'zlaringizni uyingizga yaqin bo'lgan istalgan savdo markazlarini ko'rsangizlar, menimcha topib bilsangizlar kerak. Ha, Salamander bor. Salamander ham yetarli darajada mashhur. Lekin donorslar. Salamander ham oyoq kiyimlarni ishlab chiqaradi. Xabar kimdir bilmasa. Heki bor. Buni ham balki ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Boshqasini danishlaringiz ko'zim yetmaydi. Agar men yetgandagi dog'ni ko'rib, mana bu kirgan deb o'ylagan bo'lsangiz, bu dog' boshqa ketmaydi. Rasga degan bo'lishi kerak ishda. Mana men deyman. Ishqilib, kiyimlarni yuvganim uchun, o'zimni qutganimni yuvganim uchun, hamma narsani yuvganim uchun shuni chiqdim. Majbur. Ha, massaj kreslolar. Massaj kreslo. Qachon endi birinchi qadam ko'ramiz. Megafon yan tarafta nerededir? Bunu kesip paradı. Neden megafon bayına? Megafon ham Beeline o'xshagan aloqa operatori. Sana bir chiqib ko'rmagan odam boshqa kompaniyalardan maslahat mumkin. Modi bu bir için satılады. Satılmayan çeşitler. Neler görürüz mü? Sen işte. Она с вами? Дракончик. Папочка. Shapkalar, sumkachalar, kichkina quloq shimlar, boynar kabi modlik qasamiz. Mushuklar bor.
Pishikni o'zini rasmi tushirilgani bor. Pishik quloqlar bor. Kichkina qizlar ham osib tushadi. Ayiqchalar, kichkina bolalar uchun. Dekorativ narsalar bo'yinlangan har xil. Sumkalar, shopper. Yurtni magazinlarnikilar. Yumshoq o'yinchoqlar. Ikea'da bo'laradi bunday. Ikea yapılmayan bir var bu söyletmeyemem. Balık görmeyemem bir merkezim. Sanki bu anı yok yok gitmemesi. Ikea o'xshagan ideya degan ochildi. Ruskiy. Lekin nerda tochkasi borligini bilmasam, borib bilmadim, borib ko'rmadim. Har xil noskilar boyna yozildi. Ryukzaklar. Posudalar har xil. Krujkalar. Ayiqcha tushirilgan. Timsoh qo'yadilar. Bekka shoh. Tabii yine Osmanlı kapıyı götüreceğim. 800 ruble. Oralar var. Haykalchasi. Ha, keyin tuxum formasida qoliplar bor. Shopperlar bu yerda, stakanlar, yog' solib qo'yadigan idishlar, qo'shray. Ha, kapuchinator bor bunday aralashtiradigan. Nada, YouTube'da bir qizni videolar chiqib turadi shortsda. Qanday deb so'ragan qiz bor. Hamma parodiya boshlab shuni. Boshqa qiz ichida shuni kapuchinatordan. Albatta, yapmasam da bilmayman. Shakar, choy, kofe, shakar, solib qo'yish uchun bankalar o'xshaydi bular. Choy solib qo'ysa, savarga. Chaqandagi 400. Nashnik. Yonib turadi ekan bu ishlaydi. Tumchiroq deymi o'zbekchada? Nashnik. Shu kurishga lekin yap qo'yadi menga. Kamerani obyektividan o'xshaydi-da, kurishga. Kamerani obyektividan o'xshagan kurishga menga yap qo'yadi. 900 ruble dedi. Gida arasından xo'rozlar, ilonlar, akula, cho'zmadan akula ekan bu. Antistres akula. Yumshoq ekan. Jirafa, qo'z yoki o'rdak. O'rdak agar yozilgan ekansa. Robot qo'l. Qo'ldan bironsi ushlash mumkinligiga ishonish qiyin lekin.
Navda ushab ko'ramiz. Bu sho'za bo'ladi ekan. Xullas, posudalar ham bor yerda, sariqlar ham bor yerda, sasadakadon, zakovchalar ham bor yerda ko'rmay qoldim men. Hamma narsa bor. Qoshiq, vilka, pichoq, o'yinchoqlar, kitob, daftar, qalam, ruchka, hamma narsa. Shunchaki qo'llanib yuribmiz, chunki men bir yerlarga kirsam adashib ketaman. Chiqasarim kelmay qoladi. Ana chiqadi, birinchi rajmiyda. Xaridor assistant bu yoqda yuribdi bu yana. Vikildab. Ha, bolasini daf qo'yib qo'yayman. Bu to'lasa qiladi. Emas, parfyumeriya umuman hamma narsa. Mesela bo'yanishi uchun, boshqasi uchun. Aldimizda Litval ham shuning mashhurlaridan. Hamma muhokama qildi. Qarab ko'radilar, tarsaylanadilar, kameradan ko'rsatadilar. Stabil ishlash mumkin bo'lgan brendlardan birisi. Foto mashinalar, plyesoslar, yana novalar chiqarib, xullas uy uchun narsalar chiqaradi. Foto mashinalar, plyesoslar, vyutushkalar ham chiqarish mumkin. Bu qo'shimcha tomonlar. Bir de Sensei. Alan qo'ldan diqqatingiz menda. Texnika diqqatini ko'ramiz ya. Xullas bu savdo markazida 3 eshik bor. Birinchi asosiy, ikkinchisi orqa tarafdagi eshik. Orqa tarafdagi eshikning yonidan zinadan mega qoldirgan. Mana ishon taraf orqa eshik. Agar bu koridordan to'g'riga ketiladigan bo'lsa, asosiy eshik. Agar hozir ko'rsatgan Senseining ichidan chiqib ketsa, o'sha yordamchi eshik. Chiqamiz hozir podol tarafga chiqamiz. Podol tarafdan do'kon bo'lishi kerak edi. Avval podol tarafda Eldorado texnika do'koni bilan Dodo Pizza bor edi. Mana podol ichida yer. Demak, 4 dona kiradan joy bor ekan, podol eshikni saqlasa. Burada konstavarlar bo'yina birinchi etajda. Podoldamiz biz hozir. Konstavarlar, Dodo Pizza. Velosiped do'koni. Bunda shuni yosh bolalar uchun kichkina velosiped sotadigan taraf. Podolga chiqdik hozir. Bu yerda do'kon bor ekan yana bir. Oldimizda Divine. Banklar, bankomatlari, domovoy, uy uchun tovarlar, hamma narsa sotiladi bu yerda. Keramika ham sotiladi. Jihozlar ham sotiladi, lampalar, svetlar, lyustralar, hamma narsa. Bu yerda Eldorado. Hozir Eldorado aylanib chiqamiz. Eng güçlüsü menimcha 200 yeşil rangga qo'shiladi. Buni fe'li ko'ring, mana yoqadan chiroyli. Hozir Eldoradodan chiqdim. Agar kamerani zaryad etsa, sizlarga men videolarni ko'rib ko'rsataman. Lekin bu videoning ichida chiqmaydi, u отдельный videoda chiqadi. Hozircha shunchaki aylanib yuribman. Ya'ni bu videoda shunchaki aylanib yuribman. Торговый centrning ichini sizlarga ko'rsatish uchun. Eldorado bilan video ikkisi alohida video. Qo'shib desam ikkisini bir videoda, kamerani zaryad etsa, agar zaryad etmaydigan bo'lsa, alohida videoda.
sizlarga parkovkani ko'rsatish uchun chiqdim. Ko'rsatdim qisqagina. Kontinent parkovkasini oson chiqish mumkin bo'lgan savdo markazlaridan birisi yoki boshqacharoq aytamiz. Kontinent men parkovkasini oson chiqishim mumkin bo'lgan savdo markazlaridan birisi. Chunki boshqalarning parkovkasini nerdan chiqishni bilmayman. Podvoldagi eldaratoni ko'rib qoldik. Endi 3-etapda videoga chiqamiz. Yandan texnikalarni pullarini bilish uchun o'rtasida narxlarning o'rtasida uncha katta farq bo'lmaydi, chunki hozirgi vaqtda Eldorado bilan video bir tashkilot hisoblanadi menimcha. Bunda topdim men. Artel. Chista kitob o'qish uchun Artel. Nechalim darajada ham hayron qoladi agar men Artel ko'tarib kelsam Rossiyadan. Men ishga tavsiya etaman shu notebookni olishni. Oq rangga qo'shilay. Nичего себе, yashil qo'shilay rang ekan, ham qo'sha. Bo'ldi. Kamerani zarati o'ldi. Shu bilan videodagi aylanishmamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoni oxirini ko'rgan hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana esa aslan uya qachaman. Aylanishmam yetib keldi oxirina. Все, kommentariy yozishlaringizdan chiqmasin.